Assalomu alaykum, o'z komandadan mani kontaktiga qanaqa saqlanib qilishgan so'raymiz. Go. Kim oldiga kimman? Qo'shtaga. Qo'shtaga. Ha. Kontaktingizga mani saqlanib qo'ygansiz. Ko'rsat. Kontaktimni ko'rsataymi? Ha, ko'rsating. Jekichan. Ha. Mani kontaktingizga nima deb saqlanib qilgansiz? Ko'rsating. Недоволен. Mani kontaktingizga nima deb saqlanib qilgansiz? Kontakt xos. Beparasat. Kulgili. Qo'shtaka. Mani kontaktingizga nima deb saqlanib qilgansiz? Ko'rsatishim kerak. Ha. Ha. Ikkinchisini ham. Ikkinchisi ikkita ilon. Вот это поворот! О, какой поворот! Yo'qoling. Ahmadjon. Kameram basharamdan oling. Mashinik. Qachon? Qachon? Ikkinchi nomeringiz menda-yu. Samandar, nima deb saqlanib qilgansiz mani? Zarnigor 05. Ey xudo! Qursaga. Endi bunisi kelyapti. Samandar uzun. Uzun. Uzun va Rahmatjon. 05 ga javob. Mikrofonni siz bemalol anaqalarda aylantirib yuravering. Yo'q. Nima deb yozibsiz? Saqlanib qilmaganmanmi? Qilgansiz. Yo'q, qilganman. Qani? Nomeringizni necha deb aytib yuboring. 99. Kechiring. Mana oqibat. Telegramga kirib, Samandarga telefon qilish kerak edi, o'sha yerdan telefon qiladi senga. Zarnigor. Nima deb saqlanib qilgansiz? Zo'r bo'ldi. Zarni ko'rsa, Mana. Nima bu endi? Maqov. Maqovsiz-ku, qo'shilmaysiz hech kim. Maqov deyiladi. Maqov emas, maqov. To'g'ri tushunasizlar, 05 larning o'zini tili borda, o'zini alfabeti, o'zini lug'ati bo'ladi. Ha, Rahmatjon. Nima deb saqlanib qilgansan men? ha, saqlanib qoling. Hozir ko'rsin. Nima? Sehrgar? Nima aloqam bor? Magicda ishlaysiz o'shanga. Nima? Magicga ishlaysiz o'shanga. Sehrgar. Magicga ishlayman o'shanga. Endi Zarnigor degani. Nima ekan? Xurshid aka Magicski. Qanaqa? Mana. Samandarga gal endi, Samandar, ha? Xo'p. Zato men 05 emasman. Zato men soat 9 da syomka deb o'zim 3 da uyg'onmayman. Men aytyapti! Kendi bagariga. Zato men gapiraman-da. Polni hamma joyda sukut saqlab yurmayman. Yozgan shu so'zlarni yozib barmoqlaysiz, ozgina bo'lsa ham uyalmadim aka. Zatoman. Nima gunoh qilyapti? O'lib ketamiz! Aytur, qo'rqma. Zatoman soat 8 da turaman ertalab. Zato men